Yosh oila uchun zo'r ikki xonali yaxshi narxda uy chiqarib beryapman. Videoni oxirigacha ko'ring, sizga to'liq ma'lumotni berib o'taman. Ungacha like bilan podpiskani ham bosish esingizdan chiqmasin. Uyimiz Termiz tumani Yangiyer mahallasida joylashgan. Ya'niki 36-maktabga kelganingizda chap qo'lga kirgan ko'chada 300-400 metr ichkarida joylashgan. Uyimiz berlarda gaz, suv, svetlarda muammo yo'q. Chunki gazning o'zi yo'q, o'g'a bilasiz, doimgidek. Qolgan kommunikatsiyadan muammosi yo'q, hammasi bor. Uy 4 sotixdan iborat. Hujjatlari keladigan bo'lsa, hujjatlarda umuman muammosi yo'q. Как положено, kadastr hujjatlarigacha qilib qo'yilgan. Notarius orqali nomimizga o'tkazib beriladi. Uyimizda atayin burchak taraflarini pishkang'ichdan, qolgan joyini xomg'ichdan qilib ko'targanmiz. Tepalariga, permechkalarga polni ferma temirdan material ishlatilgan. Korobka holatda o'zingiz didingizga moslab, qolgan ishlarni qilib kelib, bemalol ko'chib kelib yashasangiz bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, o'g'a tashqi taraflarida polni zabor bilan o'ralgan, hojatxonalari qilib qo'yilgan, eshik derazalarigacha qo'yilgan, yaxshi romkalardan qo'yib qo'yganmiz. O'zingiz bilasiz, meni qurilishimni kuzatib yurgan bo'lsangiz, uylari qanaqa tayyorlashimni yaxshi bilasiz, o'g'a. Narxini 150 million so'm deyapman. Yana ham savdosiga kelishtirib beraman. Ushbu raqamlarga aloqaga chiqing. Bizatni chiroyli narxlarda uyda qilib beramiz.